Assalomu alaykum bizning YouTube kanalining ko'rarmanlari. Bugun obzorumizda Getis 1 avtounasi o'shanday idealniy sostoyaniyada bo'lgan Getis 1 avtounasi chiqib qoldi. 4 to'la do'ngaloqning жаңы motor, korobka, ходовой, qisqasi hech qayerda qilina turgan ishi yo'q. 1.6 объем 2004-yili chiqarilgan. O'shanday Getis avtounamiz sotuvga chiqdi tuganlar. Ala turgan mashina. Ala turgan mashina ekan, erkakcha, bodriy sostoyaniyada. İçki salonları. Polni taptaza mashina. Chexollardan polni torpeda bo'lib bar jo'i toza ekan. 343 ming probegda, родной probeg deydi. Korobka mexanika. Mashina tug'anlar. Daragi aravanda. Basi 450 ming so'm suylashuv yo'llari bor deydi. Esini nomeri ekranda yozilib turadi. Esiga chalib suylashuv baylanish belgilari, obmen yo'llari bor. Taza Matiz unasi bo'lsa, ustiga aqcha qo'shib suylashuv yo'llari bor. Taza Matiz, только jili jangroq 2010-2010 o'dosi bo'lsa, 2010 ildi bo'lsa, obmen yo'llari yo'q tuganlar. Kanalni qo'llab turasiz. Like, подписка, kommentariyalarni jandirasiz tuganlar. Rahmat.